Agar siz 1 iyulgacha ariza bermasangiz, ayrim to'lovlar avtomatik davom etmaydi va pulingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Men bugun aynan shu masalani juda oddiy tilda tushuntiraman. Kim ariza berishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Kechiksa nima bo'ladi? Va pul to'lovsiz qolmaslik uchun hozir nima qilish kerak? Bu ma'lumot nafaqat nafaqa olayotganlarga, balki ota-onalarga, pensionerlarga, nogironligi bor fuqarolarga, ijtimoiy yordam oluvchilarga va oilasida rasmiy daromadi kam bo'lgan insonlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka pulni saqlab qolishga yordam beradi. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'rganman. Odamlar ko'pincha to'lovni bir marta tayinlatdim. Endi u o'zi davom etaveradi deb o'ylaydi. Aslida esa ijtimoiy to'lovlarning ko'p turi muddatli bo'ladi. Ya'ni davlat yoki mas'ul tashkilot sizga pulni abadiy emas, ma'lum muddatga tayinlaydi. Muddat tugaganda esa sizning holatingiz qayta tekshiriladi. Oilaviy ahvol o'zgarganmi? Daromad oshganmi? Bola yosh chegaradan o'tganmi? Nogironlik muddati uzaytirilganmi? Bank kartasi faolmi? Yashash manzili o'zgarganmi? Hujjatlar yangilanganmi? Mana shu tekshiruv uchun odatda ariza. Tasdiqlovchi hujjat yoki elektron murojaat talab qilinadi. Oldin ko'p joylarda odamlar mahallaga borib, qog'oz ariza yozib, mas'ul xodimdan og'zaki ma'lumot olib yurardi. Kimdir ro'yxatda qolardi, kimdir unutib yuborilardi. Kimdir hujjatni kech topshirgani uchun 1-2 oy to'lovsiz qolardi. Hozir esa jarayonlar bosqichma-bosqich elektronlashyapti. Bu bir tomondan qulay, navbat kamayadi, ma'lumotlar bazadan tekshiriladi. Ortiqcha qog'ozbozlik qisqaradi. Lekin ikkinchi tomondan muhim xavf bor. Tizimda muddat o'tib ketsa, to'lov avtomatik to'xtashi mumkin. Keyin siz borib men bilmaganim desangiz ham, ko'p holatda o'tgan oylar uchun pulni qaytarib olish oson bo'lmaydi. Shuning uchun eng etul sanasi bu yerda oddiy kalendar kuni emas. Bu chegara sanasi. Agar sizga tegishli to'lov turi bo'yicha qayta ariza, ma'lumotni yangilash yoki tasdiqlash talab qilingan bo'lsa, 1 iyulgacha buni bajarmaslik to'lovning to'xtashiga sabab bo'lishi mumkin. Men buni vahima qilish uchun aytmayapman. Men buni odamlar oxirgi kunda yugurib, hujjat yetmay qolib keyin nega pul tushmadi deb qiynalmasin deb aytyapman. Eng avvalo ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordam olayotgan oilalar hushyor bo'lishi kerak. Masalan, kam ta'minlangan oila sifatida bolalar nafaqasi. Moddiy yordam yoki boshqa turdagi ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsangiz, sizning oilangiz holati ma'lum muddatdan keyin qayta baholanadi. Oila tarkibida o'zgarish bo'lishi mumkin. Farzand tug'iladi, kimdir ishga kiradi, kimdir chet elga ketadi, kimdir ro'yxatdan chiqadi, kimdir daromad topishni boshlaydi. Tizim aynan shularni tekshiradi. Agar siz ariza bermasangiz, tizim sizni hali ham yordamga muhtoj deb avtomatik hisoblamasligi mumkin. Ikkinchi toifa farzandlar uchun to'lov olayotgan ota-onalar. Bu yerda eng ko'p xatolik bola yoshi bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, ona 3 nafar farzandi uchun yordam olayotgan bo'lishi mumkin. Birinchi farzandning yoshi chegaraga yetadi. Ikkinchisi maktabga boradi. Uchinchisi bog'chaga chiqadi. Oilaning umumiy holati ham o'zgaradi. Ayrim ota-onalar men avval ariza berganman-ku deb yuraveradi. Lekin to'lov tayinlangan muddat tugagan bo'lsa, yangi muddat uchun qayta murojaat qilish kerak bo'ladi. Agar ariza 1 iyulgacha talab qilingan bo'lsa va siz 10 iyulda borsangiz, pul aynan kechikkan davr uchun yo'qolishi yoki keyingi oydan boshlab tayinlanishi mumkin. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan shaxslar yoki nogironligi bor farzandini parvarish qilayotgan oilalar. Bu yerda ikki narsa juda muhim. Tibbiy xulosa muddati va ijtimoiy to'lov hujjatlarining mosligi. Masalan, nogironlik muddati o'tim iyunda tugasa, siz 1 iyulgacha uni uzaytirish yoki tegishli hujjatni yangilash masalasini hal qilmasangiz, to'lov to'xtab qolishi ehtimoli bor. Keyin tibbiy komissiyadan o'tish, xulosa olish, bazaga tushirish, bank rekvizitlarini yangilash vaqt oladi. Bir qaraganda bir hafta kechikishdek ko'rinadi. Lekin amalda 1 oy yoki 2 oy pul tushmasligi mumkin. To'rtinchi toifa subsidiyalar, kompensatsiyalar yoki ma'lum imtiyozli to'lovlardan foydalanayotganlar. Masalan, uy-joy kommunal xizmatlari bo'yicha yordam. Ijara kompensatsiyasi, ta'lim yoki boshqa yo'nalishdagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mavjud bo'lishi mumkin. Bunday to'lovlar ko'pincha aniq shartga bog'lanadi. Sizning daromadingiz, yashash joyingiz, shartnomangiz, bank kartangiz.
soliq yoki kadastr ma'lumotlaringiz. Agar shartnoma muddati tugagan bo'lsa yoki ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, to'lov to'xtaydi. Odam esa pul nega tushmadi degan savolni faqat keyin beradi. 5-toifa. Bank kartasi almashtirilgan, familiyasi o'zgargan, pasport yoki ID karta yangilangan fuqarolar. Ko'pchilik mana shu oddiy narsani e'tibordan chetda qoldiradi. Masalan, ayol turmushga chiqib familiyasini o'zgartirdi. Bank kartasini yangiladi, lekin to'lov tayinlangan tashkilotga yangi ma'lumotni bermadi. Yoki fuqaro eski pasportdan ID kartaga o'tdi, lekin ayrim ma'lumotlar tizimlarda bir-biriga mos tushmadi. Natijada to'lov o'tkazmasi qaytadi yoki to'xtab qoladi. Bu ariza bermaslikdan ham ko'p uchraydigan muammo. Men har doim odamlarni qo'rqitib emas, aniq yo'naltirib gapirish tarafdoriman. Shuning uchun hamma ham birdek xavotir olish shart emas. Agar siz olayotgan to'lov doimiy, muddatsiz va qonun bo'yicha avtomatik davom etadigan to'lov bo'lsa, sizdan har yili ariza talab qilinmasligi mumkin. Masalan, ayrim pensiya turlari har oy davom etadi va fuqaro har safar qayta ariza bermaydi. Lekin bu yerda ham istisno bor. Agar bank kartangiz ishlamay qolsa, yashash manzilingiz o'zgarsa, shaxsiy ma'lumotlaringizda xatolik bo'lsa yoki pensiya bilan bog'liq qo'shimcha imtiyoz talab qilinayotgan bo'lsa, baribir tekshirtirish kerak. Agar sizga rasmiy ravishda xabarnoma kelmagan bo'lsa, mahalla yoki mas'ul idora sizdan hujjat talab qilmagan bo'lsa, shaxsiy kabinetingizda ariza holati faol ko'rsatilayotgan bo'lsa, unda vahma qilmaslik mumkin. Lekin men baribir bitta oddiy tekshiruvni tavsiya qilaman. Telefon qilib so'rang, mahallaga kirib chiqing yoki elektron portalda arizangiz holatini tekshiring. Chunki ko'pincha muammo xabarnoma kelmagani uchun emas, odam xabarnomani ko'rmagani uchun chiqadi. SMS eski raqamga ketgan bo'lishi mumkin. Telegram xabar o'qilmay qolgan bo'lishi mumkin. Mahalla chaqirgan, lekin fuqaro chetda bo'lgan bo'lishi mumkin. Keling, buni oddiy misollarda ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Oilada ota vaqtincha ishsiz, ona uyda 2 farzand bor. Oilaga har oy 600 ming so'm ijtimoiy yordam tayinlangan. To'lov muddati 30 iyungacha bo'lgan. Oila esa pul tushib turibdi, demak hammasi joyida deb yuradi. 1 iyulgacha qayta ariza bermaydi. Iyul oyida pul tushmaydi. Avgustda borib so'rasa, sizning muddatingiz tugagan, qayta ariza berishingiz kerak edi deyishadi. Endi ariza avgustda qabul qilinsa, to'lov keyingi davrdan boshlanishi mumkin. Natijada oila kamida 1 oy, ba'zan 2 oy puldan ayriladi. Ikkinchi misol, 3 farzandli ona bolalar nafaqasi oladi. Katta farzandining yoshi belgilangan chegaraga yaqinlashgan. Oilada rasmiy ishga kirgan, lekin maosh katta emas. Ona o'ylaydi, baribir biz kam ta'minlanganmiz, to'lov davom etadi. Lekin tizim qayta baholashda rasmiy daromadni ko'radi. Oila tarkibini ko'radi, bolaning yoshini ko'radi. Agar ariza o'z vaqtida berilsa, oilaning real xarajatlari, farzandlar soni va boshqa holatlar hisobga olinib ko'rib chiqiladi. Agar ariza berilmasa, umuman ko'rib chiqilmaydi. Farq juda katta. Birida imkoniyat bor. Ikkinchisida eshikni o'zingiz yopib qo'ygan bo'lasiz. Uchinchi misol, nogironligi bor fuqaroning tibbiy xulosasi iyun oxirida tugaydi. U komissiyaga kech yoziladi. 1-2 kun farqi yo'q deb o'ylaydi. Lekin hujjat bazaga kech tushadi. To'lov tizimi esa muddati tugaganini ko'rib turadi. Iyul uchun pul ushlanadi. Keyin hujjat tiklangandan so'ng ham hamma narsa avtomatik hal bo'lmasligi mumkin. Chunki ariza tasdiqlash yoki bank ma'lumotlari qayta tekshiriladi. Shuning uchun men bunday fuqarolarga har doim muddat tugashidan kamida 20-30 kun oldin harakat qilishni maslahat beraman. 4-misol, pensioner bank kartasini yangilaydi. Eski karta muddati tugagan, yangi karta olgan. Lekin pensiya yoki qo'shimcha to'lov tushadigan rekvizit yangilanmagan. U 1 oy kutadi, pul tushmaydi, keyin bankka boradi. Bank esa bizda to'lov kelmagan deydi. Mas'ul idoraga borsa, pul eski rekvizit bo'yicha qaytgan yoki o'tkazma amalga oshmagan bo'lishi mumkin. Bu holatda ham oldindan tekshirish bir necha kun va asabni tejaydi. Eng katta xato shuki, odamlar ariza topshirdim degan so'zni ariza qabul qilindi va to'lov tayinlandi degan ma'noda tushunadi. Bu 3 ta boshqa bosqich. Birinchi bosqichda siz murojaat qilasiz. Ikkinchi bosqichda murojaat qabul qilinadi va hujjatlar tekshiriladi. Uchinchi bosqichda qaror chiqariladi. Tayinlash, rad etish yoki qo'shimcha hujjat so'rash. Siz faqat arizani yozib ketib, keyin holatini tekshirmasangiz, hujjatda kamchilik chiqishi mumkin. Masalan,
Bitta ma'lumot yetishmaydi. Bank hisob raqami noto'g'ri, o'yla tarkibi mos emas, daromad bo'yicha savol bor. Agar bu kamchilikni vaqtida tuzatmasangiz, ariza rad bo'lishi yoki ko'rib chiqilmay qolishi mumkin. Yana bir nozik jihat, har bir to'lovning o'z muddati bor. Kimdadir muddat 1 iyulgacha, kimdadir 30 iyungacha, kimdadir oy oxirigacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hamma bir xil joyga yugursin demayman. Men aytayotgan asosiy fikr shuki, siz o'zingiz olayotgan to'lovning muddatini aniq biling. Qo'shnimga tushyapti, menga ham tushadi degan yondashuv xavfli. Qo'shningizning oila tarkibi boshqa, daromadi boshqa, hujjat muddati boshqa, ariza sanasi boshqa bo'lishi mumkin. Yana bir muhim masala, kechikkan oylar uchun pul har doim ham qayta to'lanmaydi. Odamlar ko'pincha keyin borib olaman deb o'ylaydi. Lekin ijtimoiy to'lovlarda ko'p holatda pul ariza berilgan sana yoki qaror chiqqan sanadan boshlab hisoblanadi. Agar siz iyulda ariza berishingiz kerak bo'lib, sentabrda borsangiz, tizim nega iyulda kelmadingiz deb sizga avtomatik oylik pulni qo'shib bermasligi mumkin. Ayrim hollarda uzrli sabablar ko'rib chiqiladi, lekin uzrli sababni ham hujjat bilan isbotlash kerak. Kasallik, shifoxonada yotish. Favqulodda holat, harakatlarni olmaslik kabi. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish ham kerak. Muddat yaqinlashganda turli odamlar men arizangizni tez chiqarib beraman. Pulni oldindan to'lang. Kartangiz kodini ayting. SMS kodini yuboring deb aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech qachon bank kartangiz kodi, SMS tasdiqlash kodi, PIN kodi yoki shaxsiy kabinetingiz paroli begona odamga bermang. Rasmiy ariza faqat mas'ul idora, davlat xizmatlari markazi, mahalla orqali yoki rasmiy elektron portal orqali topshiriladi. Pul evaziga kafolatli chiqarib beraman degan gaplarning ko'p xavfli. Endi eng muhim qismga o'taman. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, olayotgan to'lovingiz nomini aniqlang. Bolalar puli, moddiy yordam, pensiya, kompensatsiya, subsidiya deb umumiy aytish yetarli emas. To'lov qaysi tashkilot tomonidan tayinlangan, muddati qachongacha? Qayta ariza kerakmi? Shuni biling. Agar qo'lingizda qaror, xabarnoma yoki eski ariza nusxasi bo'lsa, uni olib qarang. Unda odatda tayinlangan muddat ko'rsatilgan bo'ladi. Ikkinchi qadam, mahalla yoki mas'ul idoraga murojaat qiling. Agar ijtimoiy yordam bo'lsa, mahalla mas'uli, ijtimoiy xodim yoki tegishli bo'limdan so'rang. Agar pensiya yoki nogironlik bilan bog'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza masalalarini tekshiring. Agar subsidiya bo'lsa, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli portal orqali holatni ko'ring. Muhimi, eshitdim deyishyapti, qo'shnim aytdi bilan cheklanib qolmang. Rasmiy manbadan javob oling. Uchinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi yoki hisob raqami ma'lumoti, oila tarkibi bo'yicha ma'lumot, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjat, daromadga oid ma'lumot, nogironlik xulosasi, ijara shartnomasi yoki yashash joyiga oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir to'lov turi bo'yicha ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun aniq ro'yxatni mas'ul joydan oling. Hujjatlarni oxirgi kuni yig'ish eng katta xato. Chunki bitta ma'lumot yetishmasa muddat o'tib ketadi. 4-qadam, arizani topshirgandan keyin uning holatini tekshiring. Ariza raqamini yozib oling. Qaysi kun topshirdingiz? Kim qabul qildi? Qaysi portal orqali yubordingiz? Hammasini saqlab qo'ying. Agar SMS kelsa o'chirmang. Agar elektron kabinetda javob bo'lsa, skrinshot qiling. Bu keyin nizo chiqsa yoki ariza ko'rinmay qolsa sizga dalil bo'ladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam ariza berganman deydi. Lekin qo'lida na raqam, na tasdiq, na sana bor. Bunday vaziyatda o'z haqingizni isbotlash qiyinlashadi. 5-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati o'tmaganmi, bloklanmaganmi, ism, familiya hujjat bilan mosmi, hisob raqami faolmi, shuni bilib oling. Agar yangi karta ochgan bo'lsangiz, mas'ul tashkilotga yangi rekvizitni yetkazish kerak bo'lishi mumkin. Ba'zan karta ishlayotgandek ko'rinadi, lekin davlat to'lovlarini qabul qilishda muammo chiqadi. Buni bankdan oldindan so'rash mumkin. 6-qadam, oilangizdagi o'zgarishlarni yashirmang. Kimdir ishga kirgan bo'lsa, kimdir ro'yxatdan chiqqan bo'lsa, bola tug'ilgan bo'lsa, ajrim bo'lgan bo'lsa, manzil o'zgargan bo'lsa, bularni to'g'ri ko'rsating. Chunki tizim ko'p ma'lumotni baribir boshqa bazalardan ko'radi. Noto'g'ri ma'lumot berish keyinchalik nafaqat rad javobiga, balki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga ham olib kelishi mumkin. To'g'ri ma'lumot berish sizni himoya qiladi.
Agar siz allaqachon muddatni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, qo'l siltamang. Darhol ariza bering, kechikkaningizni tushuntiring. Agar uzrli tavb bo'lsa, hujjat bilan ilova qiling. Masalan, shifoxonada yotgan bo'lsangiz, tibbiy ma'lumotnoma, boshqa hududda majburiy bo'lgan bo'lsangiz, tasdiqlovchi hujjat, xabarnoma kelmagan bo'lsa, telefon raqamingiz yoki manzilingiz bo'yicha holatni tushuntiring. Men kafolat bermayman, lekin harakatsiz qolishdan ko'ra rasmiy murojaat qilish har doim yaxshiroq. Agar rad javobi olsangiz, sababni o'qing. Ko'pchilik rad javobini ko'rib, tamom menga bermas ekan deb o'ylaydi. Aslida rad sababida aniq kamchilik yozilgan bo'lishi mumkin. Hujjat yetishmagan, daromad me'yordan oshgan, oila tarkibi noto'g'ri ma'lumot bazada topilmagan. Agar xato texnik bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Agar daromad bo'yicha rad bo'lsa, oilangiz holatini qayta tekshirtirish imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Agar siz rad javobiga rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. Men bugun sizga asosiy narsani tushuntirdim. Iyulgacha ariza berish yoki ma'lumotlarni yangilash talabi bo'lsa, bunga beparvo qarash mumkin emas. To'lovlar ko'p hollarda muddatsiz emas. Qayta tekshiruvga bog'liq. Kechikkan odam pulini yo'qotishi kamida bir necha hafta yoki bir necha oy to'lovsiz qolishi mumkin. Shuning uchun bugunoq o'z to'lovingiz muddatini tekshiring. Kerakli hujjatlarni yig'ing. Arizani topshiring va ariza holatini nazorat qiling. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday to'lov olayotgan bo'lsa, bu ma'lumotni ularga ham yetkazing, izohlarda yozing. Sizda qaysi to'lov bo'yicha savol bor? Ariza topshirishga ulgurdingizmi yoki hali tekshirmadingizmi? Men imkon qadar umumiy yo'nalish berishga harakat qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan ogohlantirish ba'zan bir necha oylik pulingizni saqlab qoladi.